Mardlar unutilmaydi. Fayzulla Umarov 1961-yilda Samarqand tumanida tug'ilgan. 1968-1978 yillarda tumandagi 82-maktabda tahsil olgan. 1979-1984 yillarda Toshkent avtomobil yo'llari institutini tamomlagan. 1990-yilda Jizzax viloyati ichki ishlar organlarida xizmat faoliyatini boshlagan. 1998-yil 10-avgust kuni xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etgan. Ichki ishlar organlarida fidoyilarcha xizmat qilib, jon fido etganlar orasida mayor Fayzulla Umarovning nomini ham oldingi qatorlarda uchratasiz. Fayzulla Umarov tizimda 8 yil xizmat qilgan bo'lsa-da, o'z xizmat faoliyatini asrlarga muhrladi. Dadam juda oilasini yaxshi ko'rgan, jigarlariga mehribon, ota-onasiga juda mehribon inson bo'lganlarda. 13 yosh bo'lganman. Juda qolgan ukalarim juda kichkina bo'lgan, ayam o'qituvchi bo'lib ishlaganlar. 4 nafar farzand bo'lganman. Men kattasiman. Bitta singlim, ikkita ukam juda yomon ta'sir qilgan bizlarga. U anani hozir sizlarga tasvirlab bera olmayman-da. Ayam bilan qanday xonadonga tushganimiz. Yillar o'tib bizlar turmushga chiqdik. Ikkita ukam uylandi. Ikkita ukam uylanganda juda bilindi, lekin o'rnilari. Nevaralarini qaniydi ko'rganda juda bolani yaxshi ko'radigan inson bo'lganlar. Shunchalar mana o'zimni bolalarimizga, mana nevaralarga aytamiz. Mana bobong shunday inson bo'lganlar. Sizlar ham shu izlardan ketinglar. Mana tog'ang qanday odam bo'lyapti, qanday kasb egallagan. Mana sharafli kasb-ku bu kasblar. Shu bolalarimizga bizlar ham nasihat qilamiz-da. Mana shu tog'anglarga o'xshab, bobongga o'xshab shu kasb egasi bo'linglar deb, ichki ishlar yo'lida ketinglar deb qilamiz-da. Mayor Fayzulla Umarov 1984-yilda oila qurgan va u insondan 2 o'g'il va 2 qiz farzandlar qolgan. O'g'illar otasining izidan borib, uning kasbini egalladi. Bugun ular ichki ishlar organlarining turli jabhalarida xizmat olib borishmoqda. 4 yosh bo'lganman. Yoshligimda shu yosh bo'lishimga qat'iy nazar eslayman, baribir yuzlarini eslayman. Bizni erkalaganlarni eslayman. Keyinchalik ulg'ayganimizdan so'ng shu onam Xudo rahmatli shu tarbiyasi bilan dadam Xudo rahmatini eslatib, shu xizmatda bo'lganlarini, xizmatda qanaqa o'zini tutganlarini, qanaqa tartibli, qanaqa intizomli bo'lganlarini, qanday forma kiyganlarini va qanaqa lavozim va unvonlarida xizmat qilganlarini aytib, bizda shu menda yoshlikdan o'sha ichki ishlar organlariga kirish, harbiy libos kiyish, vatanga xizmat qilish tuyg'usi uyg'ongan. Ichki ishlar vazirligi Toshkent oliy harbiy texnika bilim yurtiga kursant bo'lib o'qishga qabul qilib, dastlabki xizmatimni davom ettirib, 2017-yil tugatib, ofitserlik lavozimlarida ofitserlik xizmatimni davom ettirdim. Mana bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi tezkor vazifalarni bajarish safarbarlik otryadida guruh komanda lavozimida xizmat qilib, mana otamning kasbini davom ettirib, vatanga xizmat qilib kelmoqdaman. Inson xotirasi muqaddasdir. Ayniqsa vatan ravnaqi, yurt osoyishtaligi, xalq farovonligi yo'lida o'z jonini ham ayamagan insonlar xotirasi naqadar buyukdir. Mayor Fayzulla Umarov ham ana shunday insonlardan edi. Fayzulla Umarovning porloq xotirasi qalblarimizda mangu yashaydi.